Assalomu alaykum. Mana bu yer No'qat rayonida qarashli Jangno'qat oila hukumati. Jangno'qat oila hukumatining sentri bu yer. Mana bu yer Adaxon Kimsanboyevda saylovchilarning shtabi. Mana bu yer shtab. Mana kolonkalar bor. Her bir saylov uchastkasini tizmesini tushirib, do'stga qilingan. Sen özün Bordagi bo'lib 11 saylov uchastkasi bor ekan. Bu yerda No'qat rayoni bo'yicha har qanday hududlarning soni ekan. Ana bu yerda mana shtabda hozir Abduayt ovoz o'tiradi, mana Tursun ovoz o'tiradi, Abiy ovoz o'tiradi. Bu joq Tashtamirova o'tiradi. Mana delolar har bir uchastkaga отдельный birden delo açılgan mana. Hozircha banner yo'q. Xudo qolsa ertangdan chechilib qazab kelib ilamiz. Mana bu yerga Qirg'izistonda 3.544.430 ta saylovchi bor ekan, birodarlar. O'sh oblastida 68.230 ta saylovchi bor ekan. Mana sizlarga turibdi. Mana shu narsalar No'qat rayonida. Mana bu yerda o'zlari shtatda ko'rganda. Lekin bularning ichida mana bu million ichida 1.200.000 o'zbek xalqini saylovchisi bor. Hurmatli o'zbek ovolar, tojik ovolar, tatar ovolar mana yerga yozib qo'ydik. Lekin bu safar o'zbek tug'anlar bu hashar sifatida qo'llaylik. Bu o'zimizning milliy an'ana. Birodan bir yoqdan kelmaydi. Axir birodarlar o'zlaringiz bilasizlar, mana ko'lda mana shu Adaxon Kimsanboyevda masalan kirgizmaymiz degan yolg'on yashqi gaplar bo'lyapti. Lekin Xitoyliklar ko'lga kelib o'tiryapti va Adaxon Kimsanboyev mana o'zgandan o'rtoqlar. To'g'ri tushuninglar. Ko'lda qancha ming Xitoy turibdi, Adaxon o'zini yurti o'zini turpog'i kira olmaydi. Uyatmasmi birodarlar? Va o'zbek birodarlar sizlardan bir o'tinish. Bu safar bir hashar qo'raylik. Tojik birodarlari, mana Uchqo'rg'on bor. O'zlariga ma'lum. Qadamjoy bor. Va Tojik tug'anda bir Adaxon bir qo'llab qo'yaylik. Bu hashar sifatida. Shu bolani ham bir ko'raylikchi. Kelajakda o'ylaylik. Kelajakda o'ylab, mana ertagini bolalarimiz maktabga bormayapti. Bir borib o'sha alfavit ham to'g'ri tushunadigan bo'lsin. Ve Tojik tug'anlar, o'zbek tug'anlar bir hashar qo'raylik. Shu bizning elimizdan, yurtimizdan qolgan bir an'ana, to'g'ri tushuninglar. Bu siyosat emas. Biz mana shu bir yashab tug'ilgan bolalarni 17-18 ga kirguncha nima bo'ladi shuni gapirmoqchimiz xolos. Bizga oqchasi kerak yo'q, biz pensionermiz. Nihoyat 15 kun oldinni ko'rmaymiz. Bir o'zi bir yaxshilab qorapayam eldan chiqqan bo'lsa, shuni bir qo'llab olsa bo'lmaydimi o'rtoqlar? Men hashar sifatida chaqiraman. Bittadan ovoz bersalaring bo'ladi, bu ochiqchasi kerak emas. Rahmat eshitganlaringga.